O'zingizni ishingiz qolib ketib, birovga uni gapirish kerak, falonchi bundoq deyish kerak, haqqa gapirish kerak deyish o'zi to'g'ri tabiat emasda u. To'g'ri. Birinchidan. Ikkinchidan, o'tdagi mavzuni boshi umuman tushunmagansiz. Nima haqida gap ketyapti? Sesib olingan bitta jumlani yarmidan qo'yib, go'yo sizni suhbatingizni eshitgan bizga muxolif bo'lgan odamlar mana Abror Muxtor Ali tarovihga yosh bolalarning chiqishiga qarshi ekan. Yosh bolalarni qaytaryapti ekan masjidda, Abror Muxtor Ali o'shalarning tarafini olyapti ekan degan xulosaga borib qolgan. Bu endi tuhmat bu. Va suhbatlarimni agar eshitsangiz o'sha mavzuda, ya bu kelgan musibat hammamizniki, meni ham bolam chiqolmayapti tarovihga. Nima qilay? Ko'chaga chiqib olib hammaga yig'laymi tarovihga meni bolam chiqmayapti, nima qilay deb. Buni birga boshimizga kelgan musibat. Domla shu yerda ekanda, men xato qilgan bo'lsam, men ham to'g'rilab olaman-da. Abror domlaga mikrofon beraylik. Men chaqirgan edim to'g'risi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Domla, yaxshimisiz? Gapirishga imkoniyatiniz bormi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alhamdulillah. Rahmat. Bo'lib bemalol. Domla, mana bu hozir men haligi misollar keltirdim-da, sizlardan eshitgan o'sha Yazid, Hajjoj, o'sha bu yigit so'radi, zolim bo'lsa ham haligi naqaga itoat qilingan, tim bo'lib bizning prezidentimiz musulmon parvar deb gapirib turuvdim-da. Shu masalada dalil so'rayapti bu yigit. Agar dalil bo'lsa olaman deyapti-da, shunda bizga dalil bering, domla. Bu mavzuni men rosa to'liq qamrab ola olmadim. Bu bola kim o'zi? Nima anaqa bo'lgan? Ha. Nima da'vosi bor? Gapirsam Bizga bo'ladimi? tashlayotgan ekan. Tanishtiradi o'zini hozir. Dilshod, tanishtiring o'zingizni. Hop, assalomu alaykum Abror aka, yaxshimisiz? Mani ismim Dilshod. Siz haqingizda bitta video chiqarganman, ya'ni siz 18 yoshga to'lmagan insonlarni tarovihga chiqmasligi haqida gapirishingiz kerak edi va siz xitoyliklar haqida gapirgandan ko'ra aynan shu mavzuni nega gapirmadingiz? Siz nima aynan sizni bo'yningizdagi mas'uliyat emasmidi bu degan narsani gapirib chiqqan edim va hozir Abbos aka menga tushuntirganlaridan keyin men o'zimni dunyo qarashimda gapirganimni va diniy va bizdan oldingi ustozlardan kelgan ma'lumotlar yoki o'sha diniy fatvolar yoki payg'ambarlar tarixida kelgan ma'lumotlarni berdilar va men xato gapirganimni haqiqatdan tushundim. Agar fakt bo'lsa, ya'ni dalil bo'lsa, o'sha ya'ni dalil qaysi? Kerak bo'lsa davlat rahbari dinga, ya'ni umumiy o'sha nimadirgadir diniy yo'nalishda nimadirgadir qarshilik bildirilayotgan bo'lsa, u narsaga norozilik bildira olmasligini bilib turib, prosta indamasdan jim ketish kerakligini va bu narsa Allohdan kelgan sinovligini tan ola bilishlikni tushuntirdilar. Bu oldindan bo'lgan sahobalarimizda va ular ko'ngan bu narsaga, sabr qilishgan degan narsani aytdilar. Endi mana shunaqa narsa ko'payib ketdi internetda. Masalan, sizni o'zingizdan kimdir so'rasa, kimsiz siz, nima ish qilib yurasiz hayotda desa, o'zingizni ishingiz qolib ketib, birovga uni gapirish kerak, falonchi bundoq deyish kerak, haqqa gapirish kerak deyish o'zi to'g'ri tabiat emasda u. Birinchidan. Ikkinchidan, o'tdagi mavzuni boshi umuman tushunmagansiz. Nima haqida gap ketyapti? Sesib olingan bitta jumlani yarmidan qo'yib, go'yo sizni suhbatingizni eshitgan bizga muxolif bo'lgan odamlar mana Abror Muxtor Ali tarovihga yosh bolalarning chiqishiga qarshi ekan. Yosh bolalarni qaytaryapti ekan masjidda, Abror Muxtor Ali o'shalarning tarafini olyapti ekan degan xulosaga borib qolgan. Bu endi tuhmat bu. Va suhbatlarimni agar eshitsangiz o'sha mavzuda, ya bu kelgan musibat hammamizniki, meni ham bolam chiqolmayapti tarovihga. Nima qilay? Ko'chaga chiqib olib hammaga yig'laymi tarovihga meni bolam chiqmayapti, nima qilay deb. Buni birga boshimizga kelgan musibat. Payg'ambar alayhissalomni dastlabki o'sha Makkadagi hayotlarida Ammor ibn Yosirga, Yosir dadalariga, Sumayyaga hech bitta yordam bera olmaganlar. Bilol qo'lda yotibdi, ustiga tosh bosib qo'yishgan. Borib hech kim yordam bera olmaganlar. Oldidan o'tsalar aytardilar, sabr qilinglar derdilar, bo'ldi. Birortasi chiqib olib gapirmagan. Ey payg'ambar, "Oy, haqmiz, nima gapirmayapsiz? Nima degani bu?" deb burnini ko'tarib olib gapirmagan Rasulullohga.
Bu yerda men o'zimni Rasulullohning o'rniga qo'ymayapman. Islomning mafkurasidan mutlaqo uzoq shu odamlar bor-ku. Sizlar borku, o'zinglar din xohlaysizlar. Sizlar xohlagan narsani gapirib bersa, ana shu din. Hamma narsa guliston bo'lish kerak sizlarga. Umuman imtihon bo'lmaslik kerak. O'shaning uchun aytyapman men. Dayus bo'ladi, ko'chaga chiqib olib muammosini gapiravergan odam. Xotiningni o'zing epla deydi erkak kishi. Nima qilasan ko'chaga chiqib muammoni ko'taraverib deydi. Masalani umuman bu tomonni ham tushunmagansiz. Chiqib olib katta ketishingiz olami buzgan. Endi hozir bu yerga kelib men tushundim, uzr deb o'tiribsiz. Nima bo'ladi endi? Sizni bo'yningizda qanaqa vazifa bo'ladi hozir? Necha odam ko'rgan bo'lsa, hammasidan borib xato qilganman deyishingiz kerak. Men rozi emasman men haqimda qilingan tuhmatga. Hozir men ozgina gapingizni eshitib qoldim. Har 2 kunda bir ko'rish olayman, Abro Muxtor Aliyev. Qachon ko'rishdim men siz bilan? 2 kunda bir emas, gapirsam maylimi? Nimani gapirasiz endi? Yo, savolingizga javob beraman-da. Hop, bering savolga javob. 5 kunda bir ko'rish oladigan darajada yaqinman dedim. Qanaqa ko'rishamiz 5 kunda biz siz bilan? Hop, ko'rish oladigan darajada yaqinman dedim. Men misol uchun 5 kunda bir sizni oldingizga bora olayman, xohlasam ko'rish oladigan darajada yaqin joydamiz. O'sha ma'noda gapirdim. Abror aka, men sizni ilmingizga tan beraman, yana aytaman, tan beraman. Sizga sizni ilmingizni tan beraman. Meni ilmimga tan beraman gap boshlagan odamni har doim ko'rdim men. Lekin deydi oxirida. Men qo'ying, meni ilmimga tan bermang. Ruxsat bering, bir minut gapirib qilgan ishingiz siz qilgan ishingiz g'iybat. Bir musulmonni ustidan tuhmat qilyapsiz. Bir musulmonni jamiyatda ichida musulmonlarga nisbatan qarshi qilib ko'rsatishga urinyapsiz. Bu yerda hammaga qasam ichaman, qalbim Alloh biladi deyapsiz-da, konkret PR qilyapsiz. Abro Muxtor Aliyevning gapirsa shunaqa bo'ladi, hamma biladi. Sizda hozir bo'yningizdagi vazifa, agar xatoingizni haqiqatda tushunib yetgan bo'lsangiz, agar 10 million odam ko'rgan bo'lsa, 10 million odamga borib turib xatoingizni aytib chiqasiz. Chiqib aytasiz, uzr, men xato qilibman deysiz. Qo'pol qo'yayotganda men bog' yeb qo'yibman deysiz. Men o'zim aqlim yetmagan, kallam yetmagan narsaga chiqib olib, birovlarga aql o'rgatibman. Dadamga onam bilan qanaqa nikohlanishni o'rgatibman deysiz chiqib. Bo'yningizga hamma narsani olasiz. Agar samimiy bo'lsa uzringiz. Bo'lmasa darsga davom eting. Yana chiqib bitta video qiling, yana bir PR bo'ladi, mashhur bo'lasiz, mana deysiz. Sizni de bitta bolani men mazasini qochirib qo'ydim. Mana shu videoyingizni deb. Darsga davom eting, men sizdan yani sizga o'xshaganlarga yani moslab dinni gapirib bermayman-da. Gapirishimga ruxsat berasizmi? Nimani gapirasiz endi? Ruxsat berganim bilan. Yo, o'zingiz oqlaysizmi? Men o'zimni oqlamayman. Prosta fikrimni tugataman. Sizni hamma aytgan shartingizni qilishga men roziman. Agar dalil bo'ladigan bo'lsa, haqiqatan men noto'g'ri gapirgan bo'laman va men o'sha qancha prosmotr bo'lgan bo'lsa, xuddi shuncha prosmotr bugunigacha kerak bo'lsa to'xtamasdan video olib, xalq oldida kechirim so'rashga tayyorman. Hop, dalil tushunasizmi o'zi? Tushunaman. Hop, dalil yuqorida dalil keltirdim men. Tan oldim. Tarovih haqida chiqib olib, muammoni ommaga chiqib olib, internetda chiqib olib, ro'molga osilishyapti, soqolga osilyapti deb musulmonlarga ta'na qilinavermaydi. Meni ayolim, meni qizim, men o'zim, mahallam, hammamizni boshimizga kelib turgan muammo bu. Buni yechimida billalashib harakat qilaveramiz. Falonchiga san chiqib gapir, pistonchiga san chiqib gapir, qilish to'g'ri emas bu. Yuqorida aytdim men. Abbob ibn Arotda misolini keltirganman o'sha suhbatda ham, boshqa joylarda ham. Meni auditoriyam biladi-da, men mavzuni qaysi tomonga yo'nalganini. Sizga kesib bergan narsasini qo'yyapsiz. Abbob ibn Arot shunaqa degan: "Ya Rasululloh, nimaga indamayapsiz bularga? Bular narsa deng endi, bir duo qiling" deganda urush berganlar. Sen nima iymoning shakdami seni Abbob deganlar? Sen ishonmaysanmi islomning g'alabasiga deganlar. Nima sendan oldingi ummat boshiga arra bilan aralab tashadi odamlar kelib. Birortasi shunaqa savol bermadi. Endi nima qilamiz demadi. Nimaga endi tarovih haqida gapirmaydi mufti demadi qadimgi ummat. Sabr qildi boshidan aralab tashlasa ham. Dinidan amal qilib sabr qildi, yo'lini qildi. Qur'onga taqiqlab bo'ldi, qorlar chiqardi biz xalqimiz.
Qisqa olib 10-ga bildir qilaversa muammo hal bo'lgan deydi. Men 24 soat bildirlardim. Dalil shu, agar qabul qilsangiz. Qabul qildim. Gapirishimga ruxsat berasizmi? Abror aka, sizni ilmingizni men haqiqatdan tan beraman. Sizni ilmingizni men million yilda ham ololmayman. Xatoyimni haqiqatdan tushundim. Ya'ni men o'zimni diniy dunyo qarashimdan kelib chiqib video olgan ekanman. Siz o'zingiz baribir ustoz. Siz o'zingizni bilganlaringizdan kelib chiqqan holatda bu mavzuga o'zingiz to'liq yondoshgan ekansiz. Men noto'g'ri yondoshganimni tan beraman va bu narsa PR emas. Men xalq dardini olib chiqaman. Umumiy, men O'zbekistonda, Toshkentdaman. Xalq dardini olib chiqqanim uchun bu narsani o'zimni ilmimdan kelib chiqqan holatda xalqqa dardi deb o'ylagan holatda olib chiqdim. Iltimos, shu joyda mashhur o'tirgan insonlar noto'g'ri gumonda bo'lmaydi. PR uchun emas edi bu. Men umumiy xalqqa dardi deb o'ylab olib chiqdim bu mavzuni va men xatoyimni tushundim. Bu narsani raddiyasini shaxsan o'zim qilib 320 ming prosmotr bo'lgan. Kerak bo'lsa 10 ta video qo'yib 320 ming prosmotr bo'lib 320 mingta odam ko'rmagunigacha xalq qoldida bu narsani men noto'g'ri gapirib qo'yibman deb kechirim so'rashga tayyorman. Ben endi sizga shunaqa qiling demoqchi emasman, lekin joyi shunaqa bo'ladi-da. Ommani ichida obro'sini tutgan odam o'sha ommani ichida men noto'g'ri qilman deb aytadi. Mayli, endi o'zingiz bilasiz. Salomat bo'ling. Yo'q. Qilinadi ustoz. Alloh rozi bo'lsin. Mendan o'tgan bo'lsa ming bor uzr. Men xato qildim. Kechiring meni. Alloh uchun kechiring. Salomat bo'ling, xo'p. Salomat bo'ling. Domla sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Har qanday kichkina, katta, mayda demaysiz, hammaga vaqt ajratib tushuntirishga harakat qilasiz. Alloh sizdek ahli ilmlarga salomat bo'ling. Alloh foydali qilsin. Qarshiga kelganman, qarshidaman hozir. Ana ketyapmiz Dehqonobodga. Buni o'tkazib qaytamiz xudo xolasa. Yo'ldamiz bemalol, agar o'tirgan do'stlarimiz savol javob qilinsa gaplashib ketsak bo'ladi. Aha. Abdulloh degan yigitning ham fikrlari boshqacha edi. Hozirgi kunda qanday ekan tushundi deyishgan edi. Sobirjon qora aka, Abdulloh degan yigitni ochyapman. Abdulloh, assalomu alaykum, marhamat. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bu ishlar qachongacha davom etadi? Qachongacha bu musulmon xalqini, O'zbekiston xalqini aldab jahannamga da'vat qilishda davom etasiz? Payg'ambar alayhissalomga qachon adolat qilasan degan bir odam bo'lardi. Xuddi o'sha gapini gapiryapsiz. Men u gapni gapirayotganim yo'q. Sapingiz yo'qmi? Kazzoblikni qachon to'xtatasiz? Savol bunaqa bo'lmaydi do'stim, savol bunaqa bo'lmaydi. Kazzoblikni oldin isbotlash kerak. Musulmonlarga qarshi gap oldin isbotim tayyorda. Tayyorda, hozir aytib beraman. Aytib bering. Qaysi qayerda nima qilinadi? Demokratiya bilan oliy maqsadga yetiladi. Qayerda kelgan bu? Shukr narsa bilan Allohning roziligiga yetdik. Endi mana shuni lavizma-laviz og'izdan chiqqan shu gap. Tepasi borda, tepasi bor, davomi bor. Ularni ham aytasizmi yo shu o'zbilan gaplashamizmi? Nima? Yo'q, mana shuni u tepasini ham qo'ying, pastini ham qo'ying, shu yerga javob bering. Qaysi kufr boshqaruv bilan Alloh taoloning roziligiga erishiladi? Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki: "Allazina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah" deydi. U zotlar shunday zotlarki, so'zni eshitib eng yaxshisiga ergashadi deydi. Mana shu oyatni dalil qilib ulamolar aytadiki, agar bir jamiyatda islom davlati, islom hukmlari joriy bo'lib turgan bo'lsa, unga ergashiladi. Xalifa bo'lsa, bay'at berish vojib bo'ladi. Kim bay'at bermasa, johiliyat o'limida o'ladi. Xalifa bo'lmasa, podshohlik bo'lsa, podshohlarning hukmidagi zulmga emas,
islomga aloqador jihatlarga ergashiladi. Podshohlik ham yo'q, ijtimoiy jamiyat bo'lib qoldi deylik. Mana bugungiga o'xshagan fuqarolik jamiyati. Hozir demokratiya deyapti. Bu qadimdan bo'lgan bu. Fuqarolik jamiyati da nima bo'ladi desa, fuqarolik jamiyatida hamma din vakillarini bitta qonun ostida birlashtirish asos hisoblanadi. Ana shu asosga putur yetkazmasdan islomiga amal qilish imkoniyati bo'lsa, musulmon odam maqsadiga erishaveradi. Abror Muxtor Aliyning gapi emas bu. O'shanga demokratiya biz uchun arach degan gapni gapirganman. Arach degani bir joyga yetib olish uchun minib boradigan narsa. Doimiy men bilan yuradigan narsa emas. Meni maqsadim nima? Allohning roziligi, dinga amal qilish. Ana shu dinga amal qilishda bugungi kunda hozirgi dunyoni любой joyga boring, O'zbekistondagi demokratik tuzum islomga amal qilishimiz imkoniyatini 80-90% ta'minlayapti. Nima qilamiz desa, butun dunyo musulmon ulamolari mana shu jamiyatda dinga amal qilib, fuqarolik jamiyatiga a'zo bo'lib yashashlikka haqqing bor. Bunga qarshi chiqish musulmonlarni manfaatiga zid degan gapni gapirishgan. Mavzu shu. Endi men qachon yolg'on gapirganimni isbotlamoqchi edingiz, kazzoblik qilganimni demokratik o'tib ketib qoldik. Endi agar tushungan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz shart emas, menimcha tushunmaysiz. Tushungan bo'lsangiz, kazzobligimni isbotlang. Kazzobligingiz mana shuda men demokratiya araj demaganman, anaqa degan gaplaringiz ham bor. O'rtada misol uchun yana bir narsani aytib beraman. Mana va G'ayrat Do'stov chiqdi. Bu o'zini manfaati uchun gapirdi, o'zini foydasi uchun gapirdi degan qanchadan qancha videolarda gapirdingiz. O'tib ketdi. Mana bu xoinlik qilayotgan, sizga o'xshagan xoinlik qilayotgan Nuriddin borda, muftiylar. Sizga o'xshab xuddi bir xil qadam xoinlik qilayotgan muftiyda, diniga, Allohga va rasuliga xoinlik qilayotgan muftiyingiz bor. Asha Allohning uyidan to'sdi. Asha Allohning uyidan to'sdi. Domla bu bolani biz surishtirdikda, bu bola zina bo'lib qoldi-da. Domla uzr, bu bolani surishtirdik, bu bolani ayasi qo'lga tushgan ekan, haligi narkotik olib o'tib, haligi qamalib chiqqan ekan. Fohishat eksport ham qilsa kerak debgan gumonga borib qoldi. Men nima deyapman? Bunaqa jur'at qoni odamda bo'lmaydi va tajovuz qila oladigan odam valati zina bo'ladi, it xomirida valati zinolik bo'ladi deganlar. Toza odam, insofli odamda unaqa bo'lmaydi. Mana hozir eshityapsizlar, yolg'on gapirding dedi. U keyin qaysi yolg'on desak, demokratiyani arash. Uni tushuntirib bersam, demokratiyani arashmas deganman deyapsan deydi. Xoinsan. Nuriddin domlani qo'shib ketyapti. G'ayrat Do'stov aytyapti, g'ayrat Antena yo'qoldi, domla, sigaz yo'qoldi. Oxir xulosa nima bo'ldi? 100 million qo'liga pul berishdi, o'chdi. Endi yaxshi kelyapti. Endi yaxshi kelyapti. 100 million pul berdi, o'chdi ovozi. Alo, bittasi bilayin, bittasi. Endi yaxshimi? Ha, endi yaxshi. 100 million pul berdi, ovozi o'chdi. U manfaati uchun, o'zini manfaati uchun qilgan bo'lib chiqdi-yu. O'zi ham chiqib aytdi-yu. Abror domla to'g'ri aytdi. To'g'ri, men dedi, o'zimni dardimni ko'tarib chiqdim dedi. Uni ham sizlar bilasizlar hammanglar. Ha, o'zini dardini ko'tarib chiqdi. Lekin qilgan dardiydi, to'g'ri. Lekin bunaqangi ommaga bunaqa qilish to'g'ri emas, musulmonning odobiga ham, axloqiga ham, erkak kishi sha'niga ham to'g'ri kelmaydi. Yirtib patinkani ko'rsatib, baqir-chaqir qilish. Degan biz ko'ryapsizlar endi bunga o'xshagan bolalar bizga qarshi ekanligidan bag'oyat xursandmiz. O'zi bularga achinamiz. Keyin bunga o'xshagan mavzularda shu odamlar hidoyat topib qolarmikin degan umidimiz ham unaqa yo'q. Alloh taolo bersa hidoyat bo'lib ketadi-da, bo'lmasa bular hidoyati juda qiyin bo'lar ekan. Nimaga bularga javob beramiz desak, mana atrofimizdagi shularni tuzog'iga tushib qoladigan, shularni ahvoliga tushib qolishi mumkin bo'lgan odamlarni ko'zini ochish uchun gapiramiz-da.
Alloh o'zi foydali qilsin. Mayli. Oldin gaplashganmi deydi bu bilan? Ha, Sobirjon qora aka degan qora akamiz Abbosga ayting gaplashmasin. Men gaplashdim, tushundi degandan keyin men indamagan edim. Bu shunaqa fikrlar bilan yurgan edi. Bir gaplashib qo'yaman deb qora akamiz meni qaytargan ediki, hozir o'shanda surishtirgan edik. Ismi Muzaffar, o'zi Andijondan, shu onasi shunaqa bo'lib qamalib chiqqan degan ma'lumot keldi. Rostmi, yolg'onmi bilmayman. Mana shunaqa ekanda bular. Endi masalan, bir odamning onasi buzuq bo'lsa, o'zi yaxshi bo'lsa, u onasini buzuqligi unga zarari yo'q. Asli tagini surishtirsa. Lekin o'zini ahvoli shu bo'lib, boshqa odamdan iffat talab qilish, bunaqangi biz muomala qilishi endi yarashmaydi, unga yarashmaydi-da. Mana Bahrom Bakirov ham haqida menga informatsiya tashlayapti. Buni dadasi o'zi ham dedimi? Qibor o'ynab qamalib ketgan dadasini dedimi? Qamalib chiqqan bular. Hayotda shunaqangi faoliyati muammoga uchragandan keyin mana shunaqa chiqib odamlarning ichida Don Kixotlik qilib yuribdi degan xat yozdi. Endi buni tekshirish kerak albatta. Lekin o'sha to'g'ri haqiqatni tan olib, samimiy ergashadigan odamning nasabiga qaralmaydi. Nasab yomon bo'lsa ham, axloq yaxshi bo'lsa, u uni qutqaraveradi. Lekin hayoti vahshiy parokanda, hech narsaga arzimaydigan odam o'zi. Bitta cho'pni u yoqdan olib yoqqa qo'ymagan, mana hizbiylarga o'xshab. Lekin xilofatni o'rnatishimiz kerak, davlatni undoq qilib tashlashimiz kerak. Muftiy chiqib bundoq gapirish kerak deyish endi bu yengil aytganda beodoblikda. Bo'lgan tarixda ko'rgansizlar, payg'ambar alayhissalomga kelib adolat qilay deganda. Rasululloh adolat qilish uchun kelgan o'zi. Boshqa odam adolatni mezonni bilmaydi, Rasululloh biladi-yu. Bekitib qo'ying. Rasululloh biladimi endi adolat? Bular shunaqa deganda sen adolat qilmayapsan. O'zi nimaga shunaqa degan bilasizmi? Mana shunga o'xshagan odamlar o'zi xohlagan narsani gapirib berishingizni talab qiladi. Unga yoqadigan gapni gapirib berishingiz kerak. Bunga yoqadigan gapni o'sha yirtiq patinka gapiradimi? Misol uchun tezak gapiradimi? Bunga yoqsa bo'ldi. Ha, mana haqiqatni gapirdi deyveradi. Haqiqat senga yoqqan narsa bilan o'lchanmaydiki. Haqiqat menga ham, senga ham yoqmaydi ba'zida. Lekin haqiqat uni qabul qilishimiz kerak. Achchiq bo'lsa ham qabul qilishimiz kerak bo'ladi.